Mana sizga haqiqiy Matilda tortini retsepti. Faqat shu retsept bo'yicha pishiradigan bo'lasiz keyin. Eslatib o'tish mani vazifam. Bitta yo'likchani bosib qo'yib keyin videoni ko'ring, xursand bo'lardim. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz quruq masalani elektrdan o'tkazib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan sut, o'simlik yog'i, tuxum, keyin esa shirinligingizga o'zgacha ta'm berib, yumshoqqina mayingina qilib beradigan Agro Bravo sariyog'larini eritib sovuramiz. Sodani oksizda o'ldirib, ustidan sovuramiz va yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Boshida aralashtirish sal qiyinlik tug'diradi. Keyin esa issiqqina damlangan kofeni solsak, yanada osonlashadi. Bir xil massa qilib aralashtirib olamiz va teng uchga bo'lamiz. Men bir vaqt o'zida 3 ta qolipda pishirib oldim. Qaymoq, shakar hamda Agro Bravo sariyog'larini solib, eritishga gazga qo'yamiz. Yaxshilab aralashtiramiz, bir xil massa bo'lgandan keyin shokoladni ustiga solib eritib olamiz. Haqiqiy golland kakaosidan solib, elektrdan o'tkazib, yaxshilab bir xil massa bo'lgunigacha aralashtirib olamiz. Mana bu orada ko'rjlarim ham pishib chiqdi. Endi ustiga shapkasini olib tashlaymiz. Yarim soat davomida xolodilnikda sovib quyilgan kremimizni krem ko'rish holida taxlab chiqamiz. Xohishga ko'ra yasatib, kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin bemalol tanovul qilishingiz mumkin.